Bugun O'zbekiston Portugaliyani qo'y yog'isini chiqaradi. Komil! Kechir meni hayotning nodon bolasi. Qadringni bilmadim, ey birinchi yor. Sotak, yurmayqa futbol ko'ramiz. Xotin endi uzr, O'zbekiston o'ynaydi-da. Yetta kelib qo'y deyman-da, omma monitorda zo'rini o'rnatibdi. Bugun futbolda qichig'i bo'ladi. Va rais bor ekan, men ham futbolni cho'tga o'ynayman, bitta ko'ring. Skori chaqiringlar, kim ichirdi bunga? Futbolchi degan manaqa bo'ladi. Men mahallani komandasiga legioner olib keldim. Katta transfer qildim, qarab turish. Mana bolani qo'shni mahalladan 2400 so'mga sotib oldik. Hozir driblinini ko'rib chiqamiz. Pulga kuydik. Yuring sekin, ha. Nima bo'ldi bunga? Ha, rais bu Ronaldo muxlisi. Kecha Messi 2 ta o'yinda 5 ta gol urgan ekan, mazasi qochib qoldi. Bugun o'zbeklar Ronaldo'ni qamanda o'qiladi, komaga tushirib qo'yadi. Rais bu yoshingizcha 69 da bo'lsa ham, chosharingiz qop-qora, cho't ko'taradi. Buni siz nimada? Ha, hayvon 8000 galik 2 litrli shampunlardan ishlatmasdan, manaqa Heserve degan original shampunlardan ishlat, soch tanlamaydi. Sochni ildizini mustahkam qiladi, yallig'lantirmaydi. Hidi ham qichiq, uzoq turadi. Nomesingdan chiqmasin, magazinga borganda makillamagin. Heserve. Ha. Futbol vaqti ham bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 23-iyun, seshanba. Bugun O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynaydi Rolando. Tufligim ko'rindimi? Ko'z tegmasin, mahallamizni blogeri zo'r ijod qilyapti. Podpiska tashab qo'yish. Rais bu boshlandi. Ronaldo qoch hisobib kelyapti. Bo'pti.